Angrendan katta kvartira bo'lsa bitta ko'rsating chiqani ko'rib yoraylik degan aka uka opa singillarimiz uchun Angren shahari 5-3 dahasidan shundoqqina 15-domda obzorga kelganmiz. 5-qavatdamiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Temir eshikdan shundoq kirib kelganimizda koridor qismlarimizga e'tibor bersangiz bo'ladi. Aboylari chiroyli qilib turib tortib qo'yishgan. 3 xonali uyimiz. Bu tomonda ikkita yotoqxonamiz, yuvinish xonamiz. Bu yoqda ham mana bitta shkaf qilib bo'ladigan joyi. Zalimiz, bu tomonimizda esa oshxona va balkon qismlarimiz. Odatimizga ko'ra o'ng tomondan boshlaymiz obzorimizni. Birinchi bu yoqda hojatxonasi bilan yuvinish xonasi alohida bilasiz. 3 xonali uylarda mana hojatxonasi ham nisbatan kattaroq holatda ekan, bemalol o'tirib ishlaringizni bajarsangiz bo'ladigan holatda. Xo'p, endi oshxona qismiga o'tadigan bo'lsak, oshxonamizni ko'rib turibsiz. Ta'mirlari ham yaxshi holatda, kofilarni aboylari qo'yib qo'yilgan ekan, kofi gulli. Svet, suv, gazdan muammosi yo'q. Maktab, bog'chalar hammasi oldimizdagina shundoq orqamizda shahar 13-maktabi va bog'chalari yaqin holatda. Aytganimdek, suv svetdan muammo yo'q. Mana ko'rib turibsiz, ta'mirlarimiz ham yaxshi holatda turibdi va bundan o'tadigan bo'lsak, endi bizda o'sha hamma aytadigan 6 ga 2 deydigan balkon qismimiz kutib oladi yoki 2 ga 6. Qaysi biri to'g'ri keladigan bo'lsa ham aytib o'rsangiz bo'ladi. Bu zalimizga o'tadigan oyna qismimiz desak ham bo'ladi. Balkonimizni ko'rib turibsiz. Bu balkonni o'zini ham bitta yopadigan bo'lsangiz, deyarli bitta xona sifatida qilib olsangiz bo'ladi mana bu joyiga. Bemalol o'tirib mana bu yoqda ovqatlanib va tashqari tomonni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyimizda harbiy qismimiz bor. Bu joyimizda esa Shoxtiyor mehmonxonasi. Mehmonxonasi, restorani hammasi shu yerda. Xo'p, endi ichkari qismdan zal qismiga o'tamiz. Zalimizga shundoq keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Zal qismimiz ham ancha katta, yorug' holatda, chiroyli va shinam. Gullarni qo'yib qo'yishgan, uy egalari aboylarni ko'rib turibsiz. Yaxshi holatda ta'mirlari. Kirib mehmonlar kelsa bemalol kutib olsangiz bo'ladigan holatda. Xo'p, undan keyin o'tadigan bo'lsak, mana bu joyimizda bitta shkaf qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, yaxshi holatda bo'ladi. Bemalol kiyimlaringizni taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Joyda bu yoq ham sal oladigan holatda. Xo'p, bundan keyin kirganimizda mana kattalar yotoqxonasi e'tibor bersangiz bo'ladi. O'sha 2015-16-yillar adashmasam moda bo'lgan vaqtlari mana shunaqa jidga bo'ydirdik. O'shanda gullar chiqib, naqshlar qilib qo'ygan uy egalari shunga ancha mehnat qilishgan ekan. Bu tomonimizda aytganimdek maktablar ko'rinib turadigan holatda. Xo'p, ko'rib tursiz, bular kattalar yotoqxonasi, devorlarimiz o'rtacha holatda. Xo'p, bundan keyin o'tadigan bo'lsak, endi to'g'rimizda mana yuvinish xonamiz joylashgan. Yuvinish xonamizga ham bitta e'tibor bersangiz bo'ladi. O'rtacha holatda, ta'mirlari bemalol yuvinib foydalansa bo'ladi. Uy egalari o'zlari foydalanib kelishadi. Bundan o'tganimizda esa bolalar xonasi. Mana boya aytgandek, jidka bo'ylarimiz moda bo'lgan vaqtda mana chiroyli holatda diditlarimiz ham rasmlarni chizib qo'yishgan ekan. Kichkina bolalar uchun juda ham mos keladigan holatda. Xo'p, mana bu yo'lbarsga umuman alohida mavzu desak ham bo'ladi. Xo'p, bu tomonimizda mana pardani shundoq ochadigan bo'lsangiz, farzandingizni maktabga bersangiz, mana bu joyda Angren shahridagilar biladi, 13-maktab. Bu tomonimizda esa o'sha bog'chalarimiz joylashgan. Mazza qilib turib, uydan maktabda o'qiydigan bolalaringiz bo'lsa, xavotir olmasdan jo'nataverasiz. Hech qanaqa yo'l, boshqa xavf joylari yo'q. Xo'p, endi uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari mana shu uyimiz uchun $27,700 narx so'rashyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsalaringiz bo'ladi. Sunnatiga 1-2 so'm o'tib beradigan joylari bor. 5-3 dahasidan 3 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yishni unutmang. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Hali oldinda bunaqa videolarimiz juda ham ko'p bo'ladi.